O'zbekistonda fuqarolarni moliyaviy firibgarlikdan himoya qilish maqsadida yangi xizmat ishga tushirildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq ma'lumot olish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Markaziy bank tashabbusi bilan KTM kredit byurosi tomonidan kredit xabarnoma xizmati yo'lga qo'yildi. Ushbu xizmat orqali fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan har qanday kredit haqida darhol xabar olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu esa ayniqsa shaxs roziligisiz yoki noqonuniy tarzda olingan kreditlarni o'z vaqtida aniqlashda juda muhim ahamiyatga ega. Yangi xizmatning asosiy qulayligi shundaki, agar fuqaro nomida kredit rasmiylashtirilsa, u haqida unda darhol SMS noma yoki KTM mobil ilovasi orqali push xabarnoma yuboriladi. Shu orqali foydalanuvchi o'z moliyaviy holatini doimiy nazorat qilib borishi, kredit tarixi haqida tezkor ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Bugungi kunda raqamli xizmatlar tobora kengayib borayotgan bir paytda bunday xizmat fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Mazkur xizmatni faollashtirish ham juda oson. Buning uchun foydalanuvchi KTM mobil ilovasidagi qo'shimcha xizmatlar bo'limi orqali kredit xabarnoma xizmatini yoqishi kerak bo'ladi. Shu bilan birga SMS xabarnoma xizmatini ham oldindan ulangan bo'lishi talab etiladi. Xizmatning narxi 4614 so'mni tashkil qiladi va u 365 kun davomida amal qiladi. To'lov amalga oshirilgandan keyin xizmat avtomatik ravishda ishga tushadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, agar fuqaroga kredit rasmiylashtirilgani haqida xabarnoma kelsa va u mazkur kreditni o'zi olmagan bo'lsa, bunday holatda befarq qaramaslik kerak. Avvalo kredit tarixini tekshirish, so'ng kreditga taqiq xizmatini yoqish, shuningdek tegishli moliya tashkiloti va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga zudlik bilan murojaat qilish tavsiya etiladi. Bu kabi choralar moliyaviy xavflarni kamaytirishga va firibgarlik holatlarining oldini olishga yordam beradi. Umuman olganda, kredit xabarnoma xizmati fuqarolarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda muhim qadam bo'ldi. U nafaqat kredit tarixi ustidan nazoratni kuchaytiradi, balki har bir insonga o'z nomiga rasmiylashtirilayotgan moliyaviy majburiyatlar haqida tezkor xabar olish imkonini ham yaratadi. Bu esa zamonaviy raqamli jamiyatda juda dolzarb va zarur xizmatlardan biri hisoblanadi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.